Mehmonlaringizni hayron qoldirmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri shu restoranga olib kelavering. Sababi birlaganda jam bo'lgan manti, tuxum-barak, o'rtada qayish tismi, mayda chuchvarachalar har qanday tabi nozik insonni ham ko'ngliga yo'l topa oladi. Qovoli deysizmi, go'shtli deysizmi, ko'k deysizmi? Tuxum-barak esa umuman boshqacha, buxorocha usulda pishirilgan. Mana shu milliy assorti 4 kishiga mo'ljallangan. G'ijduvon Premium restoranining kaboblari zo'rligini ko'pchilik yaxshi biladi. Men hozir yangi ovqatlarini ko'rsatyapman. Radnoy vkus. 3-4 kishi bo'lib o'tirsanglar, o'rtaga shundan bitta qo'yib qo'ysanglar, non assortini ham keragi yo'q. Negaki bunda 2 xil non, bo'g'irsoq, ko'kli va go'shtli bichak, qaymoq va murabbolari ham bo'ladi. Qora nonlari bilan buxorocha mastava shunaqangi zo'r chiqishar ekan. G'ijduvon Premium restoranining bosh oshpazi Abduxoliq aka menyuga sariyada pishirilgan jo'jani ham qo'shibdilar. Go'shtlar og'zingizda eriydi, shunaqangi mayin, narxi esa 65 ming so'm. Oilaviy va korporativ yig'inlar o'tkazish uchun umumiy zal hamda alohida yangi remontdan chiqqan kabinalari ham bor. G'ijduvon Premium restorani ertalab 11 dan kechasi 3 gacha ham ishlaydi. Adresi Abay krugidan Labzega qarab yurishingizda o'ng qo'lda keladi. Buxoro taomlari baribir nomer 1 degan buxorolik akalarimiz videoga like bosib qo'yamiz.